O'zbekiston poytaxti qanday qilib Samarqanddan Toshkentga ko'chirilganligini bilasizmi? Hozir sizlar bilan shu mavzu haqida gaplashamiz. 1929-yili O'zbekiston SSR tarkibidan Tojikiston SSRning ajratib olinishi o'zbek rahbariyati tomonidan norozilik bilan kutib olindi. Shundan so'ng SSR rahbariyatida Toshkentni Qozog'iston SSR tarkibiga o'tkazish fikri paydo bo'ladi. Qozog'istonlik siyosiy rahbarlar ham bu borada Toshkent avvaldan qozoqlar yeri bo'lgan degan vaj bilan Moskvaga murojaat qiladi. Shunda Fayzulla Xo'jayev O'zbekiston poytaxtini zudlik bilan Samarqanddan Toshkentga ko'chirish kerak degan qarorga keladi va poytaxt 1930-yildayoq Toshkentga ko'chiriladi. Yuqorida poytaxtni Samarqanddan Toshkentga ko'chirish to'g'risidagi O'zbekiston SSR hukumatining qarori